Bu men Minecraftdagi oddiy o'yinchi va men Dreamning eng qiyin 9 ta tryukini qaytara olamanmi? Do'stlar, men bu tryuklarni bir hafta davomida bajardim va shuni aytishim mumkinki, bu tryuklar o'ziga yarasha juda ham qiyin. Va siz hozir bizning birinchi qilishimiz kerak bo'lgan tryukni ko'rdingiz. Qani, biz ham boshladik. Birinchi bo'lib men ham Dreamnikida tepalikda bo'lgan platforma qurib oldim. Platformani qurib olganimdan so'ng darhol mashqlarga o'tdim. Birinchi ikkita urinishim yaxshi chiqmaganiga qaramay, men tez ko'nika boshladim. Shuni aytishim mumkinki, bu yerda nafaqat mahorat, balkim omadingiz ham yaxshigina kerak bo'ladi. Va bir necha marta mashq qilib olganimdan so'ng menda birin-ketin o'xshay boshladi. Va o'yinni shu joyda men o'zimga so'z berdim. Agar shu tryukni 3 marta ketma-ketlikda qaytarsam, men bu tryukni o'zim uchun o'rgandim deb hisoblayman. Do'stlar, mana bu joyda juda ham noodatiy narsa bo'ldi. O'zim ham bilmayman nima bo'lganini. Qaranglar. Do'stlar, biz esa bu tryukni bajardik. Endi biz bir Dreamniki bilan solishtirib ko'ramiz. Come on! Go, 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 go! Oh! He's dead. Va bizni keyingi qiladigan tryukimiz lava ustidan qayiqlarda sakrash. Bu tryukni qilish uchun mashg'ulot zonasini qurdim va undan so'ng mashqlarga o'tdim. Men bu tryukni boshida yaxshi tushunmadim. Men birinchi boshida sakrab qo'yish kerakmi yoki pastga tushayotganda qo'yish kerakmi deb o'yladim. Boshlanishiga men joyimdan sakrab turib qo'ydim. Undan so'ng joyimdan yurib sakrab qo'yib boshladim. Ammo bu menga yaxshi o'xshamayotgandi. Men har safar lavani oxiriga kelayotganda lavaga tushib ketayotgandim. Nimagaligini bilmayman. Ammo har yangi urinishda menda yaxshi o'xshay boshladi. Va oxir-oqibat bu tryukni ham o'zlashtirdim. Siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu oldinga sakrab, klaviaturadan probelni bosishingiz kerak va har soniyada bittadan qayiq qo'yishingiz kerak. Bu tryukni o'rganib olganimdan so'ng menda muammosiz hamma urinishlarim o'xshay boshladi. Va keling Dreamniki bilan solishtirib ko'ramiz. What? What are you doing? Oh my god! Bu tryukni ham o'rgandik. Keyingisiga o'tamiz. Biz bu tryukda balandlikdan tushayotib otga minib olishimiz kerak. Birinchi ikkita urinishim ketma-ket o'xshamadi. Nimagadir videoga kirib qarasam, o'yinchining qo'lida hech nima bo'lmasligi kerak ekan. Va 3-urinishimda menda hammasi o'xshadi. Kelinglar endi Dreamniki bilan solishtirib ko'ramiz. Oh my god, a second! I got his water! Shoot him! Shoot him! Va do'stlar, keyingi tryukka o'tamiz. Bu tryukda qilishimiz kerak bo'lgan narsa shundaki, biz narvon bilan water drop qilishimiz kerak. Do'stlar, bu tryukni o'rganayotganimni videosi sirli tarzda yo'qolib qolganmi yoki men topa olmadim. Lekin bu tryukni o'rgandim. Va kelinglar do'stlar, qanday o'rganganimni tekshirib ko'rish uchun Dreamniki bilan solishtirib ko'ramiz. Just keep an eye on his lanes. Oh, yes, 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 yes! Oh, yes! What? Wait, what? Va kelinglar keyingi tryukka o'tamiz. Bu tryukda men qilishim kerak bo'lgan narsa havodan chelakni olib water drop qilish. Kelinglar birinchi Dreamni qanday qilganini ko'ramiz. He jumped! He jumped! What? What? Where? Look, he's on the bottom! What? He's taking our food! I know he did! Where is he? I see him! He's running! Behind him! How did he get down? I'm behind him! Oh my god! I do my bucket! Va bu videoni ko'rgandan keyin men tryukni bajarishni boshladim. Boshida ko'rishingiz mumkin, menda yaxshi o'xshamadi. Ammo vaqt o'tgandan keyin menda hamma narsa yaxshi o'xshay boshladi va o'zimni water dropimni qildim. My bucket! Just take my bucket! He jumped! What? Dream o'zining manhuntlardan birida bir zo'r tryuk ko'rsatdi va men shu tryukni ham qilishga qaror qildim. Men bu tryuk haqida topgan eng eski ma'lumot 9 yil oldin chiqqan ekan. Va men bu tryuk uchun bir video ham topdim. Bu videoda o'yinchining aytishicha, men hozir katta bir tubsizlikning orasida turibman va men hozir bu tubsizlikdan kamon yordamida uchib o'taman. Va menga bu juda qiziq tuyuldi. Bu videoni ko'rib men ham o'zim mashg'ulotlarimni boshlavordim. Men bir narsani tushunmayotgandim. Birinchi otib turib keyin sakrash kerakmi yoki sakrab turib keyin otish kerakmi? To'g'risini aytsam do'stlar, eng ko'p vaqtim ketgan tryuk mana shunga bo'ldi. Men bu tryuk uchun kamida 5 kun vaqtim sarfladim. Men videoni qayta ko'rdim va qayta urinishlar qildim va oxir-oqibat menda o'xshadi. Do'stlar, bu payt men juda ham quvonib ketdim, chunki bilasizmi do'stlar, 5 kun vaqtingiz ketgan narsani oxir-oqibat qildingiz-da.
Oh my goodness, come on. Wait, what? What? Just like Va biz keyingi tryukka o'tamiz. Bu tryukda men tepadan sakrab strayderga egarni qo'yib o'tirib olishim kerak. Videoni ko'rib bo'lgach, men darhol mashq qilishga o'tdim. Birinchi urinishim unchalik yaxshi chiqmadi. Yaxshisi o'zingiz ko'rganingiz ma'qul. Va yana qaytarib mashq qila boshladim. Undan keyin oddiygina xato bilan tushib ketdim, qaranglar. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Undan so'ng o'zim bel bog'ladim, mana shu urinishimda qilishim kerak dedim va o'sha urinishimda qildim. Bu tryukda siz keraksiz narsalarga chalg'imasdan oddiy o'ynashingiz kerak. Ana shunda ishonaman, sizda ham o'xshaydi. Do'stlar, bu esa keyingi qilishimiz kerak bo'lgan tryuk. what? I think he's gonna die. Come on, die. He's dead. He's in the lava. He's dead. We won. What? 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 Yomonmas, to'g'rimi? Olmani yeymiz va lavaga sakraymiz. Birinchi urinishim unchalik zo'r emas, lekin oz qoldim. Birinchisiga yomonmas, to'g'rimi? Va yana qaytaramiz. Ikkinchi marta qilganimda men marraga yana ham yaqinroq keldim, ammo lekin yaxshilab kelganim yo'q. Ammo uchinchi urinishim juda ham omadli chiqdi. Uchinchi urinishga yomon emas, to'g'rimi? Va bir marta o'xshagandan keyin keyingi safar ham o'xshaydi deb yana bir marta qaytarishga qaror qildim. Va adashmabman, keyingi safar ham o'xshadi. Do'stlar, kelinglar endi Vanahoya Dreamniki bilan menikini solishtirib ko'ramiz. O'xshadimi yoki yo'qmi deb. What? I think he's gonna die. Come on, die. He's dead. He's in the lava. He's dead. We won. What? 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 Va nihoyat oxirgi 9-tryuk. Biz ham bu tryuklar seriyasini Dream qanday qilib Manhuntlar seriyasini tugatganday tugatamiz. Biz bu tryukda qilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, biz tushib ketayotgan suvdan qarmoq bilan Ender Pearl'ni tutib olishimiz kerak va o'zimizni save qilishimiz kerak. Videoni ko'rib mashq qilishdan boshladim. To'g'risini aytsam, bu narsa ko'proq omadga tegishli deb o'ylayman. Chunki bunday qilganingizda bir xil payt qarmog'ingiz yoki uzoqroq qotadi yoki pastroq qotadi va oxir-oqibat menda o'xshadi. Keling endi Dreamniki bilan menikini solishtirib ko'ramiz. Bu payt meni quvonchim cheki yo'q edi. Ha do'stlar, men buni uddaladim. Mana nihoyat barcha 9 tryuk bajarildi. Bir haftalik mehnat va adrenalindan so'ng men professional darajaga chiqdimmi yoki yo'qmi? Qaysi tryuk eng zo'ri bo'ldi? Kommentariyada yozing. Karin kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing, chunki oldinda bizni yanada qiziqarli kontentlar kutmoqda. Ko'rishguncha do'stlar.